Assalomu alaykum. Bizni Tojikistondan kuzatayotgan obunachilarimiz Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'lyapti, narxlari qanchadan bo'lyapti, xo'p, qachonga reyslar bor degan obunachilarimiz videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Bizga like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yganlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqadi. Agar sizlar ham kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, ya'ni podpisatsiya knopkasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa birinchilardan bo'lib videolarimizni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, Abdug'offor akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, bizni Tojikistondan kuzatayotgan obunachilarimiz uchun bitta narxlarni tushuntirib bering. Qayerdan reyslar bor aka? O'z sharoitlar qanaqa? To'lov masalalar qanaqa bo'ladi aka? Tojikistonlik obunachilarimizga hammasi haqida bitta to'liq ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, birinchi kunlaridan boshlaymiz. Toshkentdan reyslarimiz kunlari 9-avgust, 12-avgust, 15-avgust, 19-avgust, 22-avgust, 26-avgust va 29-avgust kunlari Toshkentdan reyslarimiz bor. Buni narxini $925 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Farg'ona Madinadan ham reyslarimiz bor. Farg'ona Madina reysimiz kunlari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust. Buni narxini $975 qilib beramiz. Xo'p, Namangan Madina reysimiz kunlari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust. Buni narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, sharoitlaring qanaqa? Endi kunlarini bildik, narxlarini bildik, sharoitlaring qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gostinitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada ikkita gostinitsamiz bor. Samal Misk 800 metr gostinitsamiz uzoqligi, Darbunyan ikkinchisi 2,5 kilometr uzoqligi. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'shanga tushasizlar, xudo xolasa. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan inshaalloh. Xo'p, bundan tashqari 50 boshimiz birga borib birga keladi. Firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun, xo'p, sizlarchi qo'shni davlatdan turib to'lovlarni bemalol mashina nomerlarida WhatsApp, Telegramlarimiz ishlayapti. Pasportlaringni tashab bersalaring va jingdekkina zalog summa tashab berasizlar, qolganini aeroportda beraverasizlar, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar, yana qanday yo'nalishlar, qanday tushunmagan narsalaringiz, savollaringizga javob beramiz, xudo xolasa. Xo'p, yana qaysi ma'lumotlarni beralmagan bo'lsak, oldindan uzr so'raymiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yib, like'larni bosib qo'ysalaring, ko'pchilikka e'tibor berishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Har kuni video qo'yib boramiz, xudo xolasa. Hikmat Travel tomonidan qo'yilayotgan reyslar, narxlari qanaqa bo'lyapti, qaysi kunlarga bor, o'shalarni har kunlikni bilib borasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz.